Assalomu alaykum. Gastnitsa loyihamizni ichidagi qilgan ishlarimizni oxirgi etapini topshiryapmiz. Shunga hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Hamma mijozimizga bitta A3, bitta A4 formatda komplekt beramiz. Sababi bittasi ustiga, bittasi o'zlariga bo'ladi. Va undan tashqari qo'shimcha mana bunaqa narsalarni qilib berdi endi ularga. Hozir mana ketma-ket ko'rsatadigan bo'lsam, bu detskiy xonamiz. Bu yerda restoran bor gastnitsaning ichida. Bu o'sha gastnitsaning fasad qismi. Buning ichida chizmalari, renderlari hammasi komplekt bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana lobby qismi, bu yerda lounge lobby qismi bor, bu yerda konferensiya zali bor. Keyin biz yana bitta narsa qilamiz. Renderlar ichida mana rasmlaridan tashqari mana bunaqa narsa beramiz. Buni mana shu yerdan kesib olib, xohlasa o'sha remont bo'layotgan xonaga yopishtirib qo'ysa, ustalar bemalol QR kod qilsa, mana shu joyda 360 ko'rinishi chiqadi bu ichidan QR koddan. Bu yerda mana chizmalari, hamma patolog, освещение, 3D ko'rinishlarda mana hammasi bor. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bu yerda kabinetlari, bu yerda mini market bor. Keyin coworking. Bu 3 dan 1 qismi, qolganlarini topshirib bo'lganmiz. Bu oxirgi finalni topshirayotganimiz. Bu meeting room. Bu yerda kofe break joyi ham bor alohida. Shu koridorda o'zida mana bunaqa qilib joylashtirganmiz. Даже buni ham 360 bor. Bu yerda xuddi shuni kichkina varianti. Bu albomlardan tashqari biz elektronnik formatini ham beramiz. Uni Telegramda emas, mana bunaqa formatda beramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa narsa beramiz. Va buni ichida mana kartasi bo'ladi. Bu kartani olganda va bu yerda mana telefonga tegizganda mana bunaqa narsa ochiladi. Buni ochsa ko'rishingiz mumkin. O'sha loyihani polniy danniylari bo'ladi. Bu yerda necha kvadrat bo'lgan, qanaqa va bu yerda mana har bitta albomimizni mana hammasini chertej, изображение, ya'ni mana bunaqa rasmli joyi, chertejlari и 360 tur, o'sha 360 aylanadigani hammasi elektronik качественный formatda beramiz. Mana bu yerda mana hozirgi qilgan ishlarimiz oxirida turibdi. Mana bu yerda qanaqa xonalar borligi shu loyihada. Shunaqa narsalar bilan beramiz.